Assalomu alaykum, hurmatli prezidentim Mirziyoyev Shavkat Miromonovich hamda Saida Shavkatovna. Mening murojaatim sizlarga. Men Surxondaryo viloyati Termiz shahrida yashovchi fuqaro Qurbonova Saodat bo'laman. Men oldin ham sizlarga murojaat qilib quyidagi mazmunda bir necha marta murojaat qilganman, ammo sizlarga murojaatimga yetib bormagan shekilli murojaatimga nisbatan ijobiy javob ololganim yo'q. Men bugun murojaatim orqali shuni bayon qilmoqchimanki, mening qizim Sitora Bozorova u O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining bir nechta moddalari bilan g'ayriqonuniy ravishda aybdor deb hisoblanib, bugungi kunda jazo o'tashiga to'g'ri kelmoqda. Hurmatli prezidentim, men 45 yillik o'qituvchilik faoliyatim davomida hali oilamizda biror marta xalqimga nisbatan, prezidentimizga nisbatan hech g'ayriqonuniy xatti-harakatlar bo'lmagan, ammo lekin mening qizimga tuhmatlar, bo'xtonlar, tahdidlar bo'lganligi sababli qizim hozirgi kunda jazoni ijro etishga to'g'ri kelmoqda. Sababi qizim bilan bog'liq ishda sud jarayonlari adolatsiz ravishda ko'rib chiqildi, ya'ni bir tomonlama ko'rib chiqilib, asosiy aybdorlar, asosiy jinoyatchilar qolib ketib, mening qizim jabrlanuvchi bo'lib murojaat qilib 102 ga telefon qilib murojaat qilib jabrlanuvchi bo'ldi-yu, bugungi kunda esa o'zi aybdor deb hisoblanib qolyapti. Chunki qizimga qo'yilgan bitta moddalardan misol 237-modda bu yolg'on xabar tarqatish ekan. Bu borada men shuni aytmoqchimanki, mening qizim bog'chada tarbiyachi bo'lib faoliyat ko'rsatar edi. Mana shu bog'cha hovlisida bog'cha xodimlaridan 5 kishidan iborat xodimlar aynan Xushboq va Sumbula degan ayol qo'lidan telefonini kuch ishlatib zo'ravonlik yo'li bilan tortib olgan edi. O'sha kuni 1 soatlar o'tgandan keyin mening qizimning telefoniga shahrimizdagi Termiz shahridagi maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotida muhandis bo'lib ishlovchi Jumayev Javohir degan yigitning telefoniga mening qizimning telefon sim kartalari qo'yib tekshirilganliklari haqida menda faktlar mavjud. Dastlab mening qizim mana shu bo'lgan voqea haqida 102 ga telefon qilib voqea tafsilotlari haqida aytib o'tgan edi, lekin shunga qaramasdan 3 oy o'tsa ham qizimning murojaatiga javob bo'lmagandan keyin qizim Qashqadaryo viloyatiga murojaat bilan chiqqan edi. Hamda mana shu murojaatdan keyin Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumanida tekshirishlar, surishtiruv ishlari olib borilganda mening qizimga tegishli bo'lgan telefon sim kartalarini o'sha Jumayev Javohir Norqurbon o'g'liga tegishli bo'lgan telefonga qo'yib ishlatilganligi haqida kiber xavfsizlikning xati mavjud. Jumayev Javohirni tergov davomida chaqirishgan, u yozma bayon bergan. Mana hozir mening qo'limda uning dastxatlari bor, surishtiruv ishlari. Jinoyat esa o'sha tergovning o'zida mavhumligicha qoldi. Qizim sud jarayonlarida bir necha marta Jumayev Javohirni va boshqalarni chaqirishni iltimosnoma qildi advokatimiz. Qizimni o'zi ham o'sha Jumayev Javohirni va boshqa shaxslarni chaqirishlarini iltimos qilsa-da, sud buni rad etib bularni chaqirmadi. O'sha yerni o'zida mavhumligicha jinoyat ishi yashirinib qolindi. Boshqa moddalar bo'yicha ham menda hamma yetarlicha asoslar bor. Mening qizim necha marta o'sha ayblovlarga nisbatan inkor etuvchi faktlar bilan qo'llariga isbot dalillarni beryapti, lekin hech kim
uni murojaatini eshitmadi. Shuning bilan bir qatorda men qizimning ishonchli vakili va hamda qonuniy vakili sifatida ishtirok etib sudlarda bir necha marta insonlarning huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlarga shuncha yozyapman, lekin javob yo'q, natija yo'q. Endi bundan ko'rinib turibdiki, demak jinoyatchilar mana hozir bemalol yurishibdi, asosiy jinoyatchilar bundan ko'rinib turibdi. Bu yerda mening ham ko'nglimda juda shubhalar paydo bo'lmoqdaki, bu yollanma o'sha kishilar bemalol qo'rqmasdan turib shunday ayblovlarni qo'yyaptiki, demak ularni kimdir himoya qilyapti. Shuning uchun ham mening qizim bugungi kunda mana shunday aybdor hisoblanyapti. Vaholanki mening qizim birovdan bir so'm olgan emas, bir odam o'ldirgan bo'lmasa, firibgarlik qilgan bo'lmasa, tovlamachilik qilgan bo'lmasa, fohishalik qilgan bo'lmasa, boshqa xatti harakatlar qilgan bo'lmasa, nima uchun bizning mana shu yozgan murojaatlarimizni, bizni isbotlantiruvchi, ayblovlarni inkor etuvchi hujjatlarimizni hech kim tekshirmayapti? Nima uchun tekshirmaydi? Nima uchun adolatli ravishda ko'rmayapti sud ishlari? Biz hozir meni sizga yana shuni aytmoqchi edimki, jazoni ijro etish muassasasida ham qizimga nisbatan o'sha nohaqliklar bo'lyaptiki, men bir necha marta o'sha bosimlar haqida, boshqalar haqida kerakli tashkilotlarga yozyapman. Hatto shunday darajadagi javob xatlar kelyapti, ular menga yozilgan familiyasi boshida meni familiyam bo'lsa-da, shpargalka shunchalik darajada xatlar kelyaptiki, javoblar. Boshqalarning familiyasi men hali keyingi nimalarimda, chiqishlarimda bular haqida ko'rsataman. Nima uchun meni qizim kimlarnidir deb, kimlarnidir mansabi boshqalarini deb meni qizim ichki ishlar tizimining qurboni bo'lishi kerak. Nima sababdan? Hurmatli prezidentim, men 45 yillik o'qituvchilik faoliyatim davomida hukumatimizdan, davlatimizdan birorta narsadan iltimos qilgan emasman yoki mehnatimni minnat qilgan emasman. Lekin bugun shunchalik iltimos qilib so'ramoqchimanki, menga imkoniyat bering. Qizimni yuzini oqlashga, u qiz bola, hali uni hayotini, kelajagi uni oldinda. Qanday qilib biz bir shaxsni tuhmatlar bilan, yolg'on yashiq ig'volar bilan mana shunday qilib yosh bir niholni sindirib tashlaymiz. Men dastlab uyalgan edim. Mana shunday chiqishlar qilishga, boshqalar gapirishga uyalgan edim. Lekin qarasam, o'ylab qarasam, men emas, boshqalar uyalsin. Allohdan qo'rqmasdan mana shunday farzandi tengi kishilarga mana shunday yomonlikni ravo ko'rgan, zulm qilgan shaxslar uyalsin deb aytaman. Nima uchun sud jarayonida 57-modda birinchi marta sudlanayotgan yoki sudda nima qilayotgan kishiga o'sha moddalar nima uchun amal qilinmadi? Nima uchun meni qizimni, oilamizni, butun hammamizni konstitutsiyaviy huquqlarimiz paymol qilindi? Hurmatli prezidentim, men bugun sizdan shuning bilan bir qatorda Saida Shavkatovna sizdan iltimos qilib so'rayman. Meni shaxsiy qabul qilishingizni so'rayman. Men bo'lgan voqea tafsilotlarini, qo'limdagi isbotlarimni sizlarga ko'rsatayin. Hech bo'lmaganda sizlar ko'rib buni ishonch hosil qilingizlar. Mening qizim tezroq bag'rimga qaytishini, sog'lom muhitga qaytishini istayman. Hozirgi kunda turli bahonalar bilan unga salbiy tavsiflar berib olib qolishmoqda. Nima uchun aynan o'sha xodimlar, muassasa xodimlari shuncha vaqtlar o'tyapti, tuzalish yo'liga o'tkaza olmayapti? Nima uchun? Demak, o'sha xodimlarda ishlash malakalari yetishmaydimi, boshqami? Nima uchun? Men bugun ona sifatida qalbim otash bo'lib yonyapti. Mana oxirgi kunlarda sog'ligimni ham yo'qotdim. Men sog'ligim shu qadar
darajaga bordimki, mayli men farzandim uchun bor hozir tikonlarni bosib o'tishga, boshqalarga hamma narsaga tayyorman. Men yurak kasaliga chalindim. Demak, farzandimni oldida bu hech narsa emas. Men farzandimni yuzini oqlashim kerak. Bag'rimga tezroq qaytib kelish kerak. Kimlarnidir ichki ishlarni ayrim o'sha ichki ishlar tizimida hammani ham demoqchi emasman, ayrim shaxslarning qurboni bo'lishi kerak emas. Men adolat istayman va yana adolat istayman. Men shaxsiy qabul qilishingizni so'rayman.